Hurmatli tadbirkorlar, sizlar bilan bugun yana uchrashib turganimdan xursandman. Sizlarni faoliyatingizni rivojlantirish uchun yoki faoliyatingizda duch kelayotgan qanaqadir muammolar bo'lsa, Xalq bankiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizga murojaat qilsanglar, soliqdanmi, svetdanmi yoki qanaqa sohada sizlar to'sqinlikka yoki qanaqa muammoga duch kelayotgan bo'lsanglar, birgalikda qo'ldan kelgancha maslahatlash, hal qilishga harakat qilamiz. O'zimizda ham imtiyozli kreditlarimiz bor, bank o'zini kreditlari bor. Sizlarni qanaqa kreditlar qiziqtirsa yoki qanaqadir imtiyozlar qiziqtiradigan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, sizlarning tadbirkorliklarni rivojlantirish uchun, ish o'rnini ko'paytirish uchun birgalikda harakat qilib, muammolarni hal qilamiz. Hozirda eng ommabop bo'layotgan kreditlarimizdan bittasi moliyaviy ko'mak. Kim shu kreditimizga qiziqish bildirsak, bizga murojaat qilsanglar, biz sizlarga qo'ldan kelgancha tezlashtirib, qulay foizlarda kredit ajratishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat. Qanaqa savolingiz bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi.